Pul bo'lsa, changalda sho'rva. Musulmonlarning tasavvuri ekanmi bu? Musulmonlarning falsafasi ekanmi? Muammo mana shu ikkita narsadan. O'lchov va tushunchadan. Shunday muammolar bor, dunyoni hamma pulini sarflasangiz ham hal qila olmaysiz. Pul hal qila olmagan muammoni katta pul hal qiladi. Bora? O'shuning uchun hayotdagi bitta maqsadi katta pul topish. Topolmaydi. Topolmaydi. O'sha katta pul topganga qarang-da, yana ham kattaroq pul topay deydi. Ana Steve Jobsda 100 marta qaytardik. 7,5 milliard dollarni topib qo'yib, 7,5 milliard dollarni topib qo'yib, oshqozon osti bezini, saratoni, raki bilan o'lib ketaverdi. Ancha-muncha davlatni sotib olishga puli yetadigan, butun yer yuzidagi tabobatni sotib olishga qodir bo'lgan odam ketaverdi indamasdan. Xulosa, dunyoda xotirjam, salomat bo'lishni xohlasangiz, omon bo'lishni xohlasangiz, saodat topishni xohlasangiz, Allohning manhajidan chiqing, taqvoni mahkam tuting.